Pulning 3 ta asosiy qonuni. Pul hayotingizda faqat ishlash vositasi emas, balki kuchli strategiya bilan sizning hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Bugun sizga pulning 3 asosiy qonunini aytib beraman. Birinchi qonun: pul siz uchun ishlashi kerak. Eng muhim qonun: pulni ishlashga majburlash. Maoshdan yashash yoki pulni faqat tejash sizni boy qilmaydi. Pulni daromad keltiradigan aktivlarga yo'naltiring. Aksiyalar, biznes yoki ko'chmas mulk. Faqat harakatdagi pul boylikni yaratadi. Ikkinchi qonun: xarajatlarni boshqarish. Pulingiz qayerga ketayotganini bilish muhim. To'g'ri xarajat bu sizga daromad keltiradigan yoki hayotingizni yaxshilaydigan sarf. Noto'g'ri xarajat vaqt o'tishi bilan boylikni yeydi. Har bir xarajatni maqsad bilan qiling. Uchinchi qonun: moliyaviy bilim kuchdir. Pul bilan munosabat, bilim va strategiyaga bog'liq. Investitsiya, soliq va